ko'pchilar bizni xalqimizga, turnirimizga ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa mana Zarkentda yuqori mahallasi, do'stlik. Qalacha. Bitta bu turnirda Qalachadan do'stlik kalangaliksan. Salom. Salom. Bitta so'rashib ketamiz. Boshlanishda bittadan komandalar rasmga tushib olamiz. Давай, qayt, Zohid, qayt. Adiyatulloh. Bo'lyapti, mana shuymi? O'yin o'ynaylar, zo'r, Umidjon. Doston qaytdi. Katta Sadi. Thank you. Ligada Qalacha jamoasi bilan Do'stlik jamoasi o'rtasida zo'r, dahshatli o'yin bo'ldi. Garchi Do'stlik jamoasi mag'lubiyatga uchragan bo'lsa, bugungi uchrashuvda Qalachadagi eng yaxshi o'yinchi deb ukamizni topamiz. Xudo xolasa, Qalachaning barcha o'yinchilariga omad tilaymiz. Qalachaliklar bormi? Bu videoga bitta like bosib qo'yamiz. Gap yo'q.